Narigi dunyoda qil ko'prik borligini eshitganman, lekin bu dunyoda ham xuddi shunday qil ko'prik borligini ko'rmaganman. Xullas ko'rmaganni ko'rgani qursin, kela olmaganlar yonib kul bo'lsin deb bir payt qarasam, bino yonyapti. Hozir kirib tuflab o'chirib chiqaman deb shartta yo'lga tushdim. Ukamga ham mana bu strelkani boshiga taqib qo'ydim. Mabodo odam ko'pligida seni topolmasam topolaman degandim. Bo'yi 2 metrligidan kerakmasligini sezdim. Bir payt qarasam, hamma amerikaliklar kalmar o'yiniga o'chirta turibdi. Senlarga 2026-yil jahon chempionatida haqiqiy o'yin nimaligini ko'rsataman dedim. Qarasam, ukam amerikalik dumaloq qizni yoniga turib 0-1 bo'lyapti. Bu yog'iga o'tsang 1-0 qilib kelamiz dedi. Voy, bunaqa manzarani, chiroyli baland bino uylarini karisvachilar kimga qurdirgan ekan deb Shahimat o'ynab, oynalarini mustahkamligini sakrab ko'rib tekshirib, hammasini o'zimiz Iskandar Buildings qurganligini bildim. Xullas, mana tog'a bilan gaplashganni 555 metr tepalikka chiqasan degandi, o'zim kalima ham qaytarib oldim. Uni qo'yinglar, esinglarda bo'lsa, yaqinda o'zimizda o'zbek akamiz Seuldan $4 million ga uy olib, butun dunyoga shov-shuv bo'lgandi. U summani eshitib, nafaqat meni, даже butun karslarni mamlaqa qilib mazasi qochgandi. Sababi endilikda Iskandar Buildingsning mezbon loyihasiga ko'ra dunyoning istalgan nuqtasidan, hattoki Koreyadan turib ham onlayn tarzda O'zbekistondan oyiga atiga $450 to'lab shinam, ishonchli, qulay uylarni sotib olsa bo'lardi. Iskandar Buildings, to'g'ri qaror qildingiz.